Mani onamni xizmatini qilmayotgan insonmisan sen? Shunaqa bo'ldimi hali? Nima? Men o'zim bilaman. Xohlasam kelaman, xohlasam kelmayman, xohlasam birda kelaman, xohlasam umuman kelmayman men. Menga onamni xizmatini qilmaydigan xotin kerak emas, tushundingmi? Hey. Do'stim, tinchlikmi? Ha, tinchlik emas-da. Xotinim onam xizmatini qilmaydi. Meni tergan. Kechqurun soat 1da kelyapsiz, boshqa. Men xohlasam kelmayman. Men erkak kishiman, ko'chadan arimayman men. Onam xizmatini qilsin bo'ldi. Do'stim, ayol kishiga ham ozgina mehr kerak-da. Qara, ayol kishi misoli bir mashina bo'lsa, mashinaga qanaqa benzin qo'ysang, o'sha quygan benzinga qarab yuradi-da. 80 benzin qo'ysang chirillab yaxshi tortmaydi. 95 qo'ysang uchib yuradi. Ichiga chexollar taqamiz, to'g'rimi? Yangi kiyimlar degandek. Uni yuvib tozalagan sari mashinamiz ochiladi, to'g'rimi? Ayol ham bir mashinada. Qancha mehr bergan saring ochilib yuraveradi. O'rtoq, qanaqa benzin, qanaqa 80, nimalar deb tashlayapsan, Mayli, hop. Yur, onamni oldiga kirib chiqaylik. Seni bir duo qilar. Yur. Mana bo'ldi oyijon. Voy, umringizdan baraka toping bola. Qo'llaringiz rohatini ko'ring. Qaningiz sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Oyijon, sizga bir umr xizmat qilishdan ham charchamayman. Nima yegiz kelyapti? Nima ovqat tayyorlab beray? Shuningina qilmasdan qila qoling. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Sog' bo'ling bolajonim. Boringizga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, Yaxshimisiz? Bormisan bola? Borman. Yo'q bo'lib ketdi. Yaxshi, sekin yuribmiz. Sog' bo'l. Onajon, Labbay bola. Doston o'rtog'im uyda ozgina muammo bor. Hech shu ayol bilan kelisha olmayapti. Janjal. Bir do'stimni duo qilib qo'ying. Mayli bola. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kun janjal bo'lgan uyda bolam 40 kun baraka ketadi. Hech qachon barakani ketkazmaylar. Janjal qilmaylar, har doim mehrli, oqibatli bo'lib yashanglar. Insof bersin avvalo o'zingizga. Ketingizdan ayolingizga insof bersin, sog' salomat, baxtli bo'lgaysiz. Amin.